Xamir yoyishni bilmaydigan, dumaloqdan boshqa har bir shaklni xamirda chiqara oladigan do'stingizga yoki yaqiningizga bu rilsni albatta jo'nating. Bu hech qanday sharf yoki mato emas. Agarda sizga oddiy osh xamir kerak bo'lsa, 500 gram unga 250 mg da iliq tuzli suvni solib xamir qorasiz. Bordi-yu, sizga tuxumli xamir kerak bo'lsa, 500 gram unga 180 mg suvni solib, bitta tuxumni chaqasiz. Xamiringiz dumaloq bo'lib chiroyli yoyilishi uchun muhim 3 ta eslatma. Zuvalani dumaloq qilamiz, xamirni yaxshilab tindiramiz va tekis joyda yoyamiz. O'rtasini yuqa, ikkita chetini qalin qiladiganlar uchun ajoyib layfhak. Bu usulni ham sinab ko'ring. Bu sizga o'rta qattimlikdagi ideal xamir retsepti bo'ladi. Shu xamirdan yoz uchun yaxna taom retseptini qoldirman. Albatta takrorlab ko'ring. Chopperga qiyma, piyoz va ziravorlarni solamiz. Ustidan tuxum chaqib, barcha masalliqlarni aralashtiramiz. Shu tayyorlab olgan qiymamizdan mayda koptokchalar yasab, suvda qaynatib olamiz. Xuddi shu suvda xamirlarimizni ham pishirib, yog'lab olib qo'yamiz. Alohida idishda suzma va qatiqni birlashtirib, ustidan muzdekgina suv quyasiz. Pishirilgan frikadelka, xamir, tabingizga ko'ra no'xat, tuz va rayhon barglari yoqimli ishtaha mazza qilib tanovul qiling.